Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana sizlar bilan Worldwide Consulting, yana bugun talabamiz Tohirjon tabriklaymiz. O'z vizalarini Latviyaga o'qishga qo'lga kiritildi, magistraturaga. Tohirjon, endi qanaqa bo'ldi? O'zi boshdan boshlaylik, hujjat topshirdik. Bugun sizlarga asosan nima haqida aytmoqchimiz? Elchixonada qanaqa suhbat bo'ladi Latviya elchixonasida. Chunki sizni ham telefon qilishdi, yana elchixonaga 100 suhbatga chaqirishdi. Shu haqida aytib bering, keyin o'qishga qanaqa kirganimizda, nima uchun Latviyani tanlaganimiz haqida aytamiz. Nima bo'ldi boshidan mana ayting. Vizani oldingiz, hammasi ketdi. Birinchi elchixonaga hujjat topshirdik, to'g'rimi? Shunday, hujjat topshirildi. Hujjat topshirilgandan keyin bir haftadan keyin elchixona telefon qildi, suhbat qildi. Qanaqa savollar berdi? Esingizda boricha bitta aytdi. Birinchi savol nima bo'ldi telefon qilganda? Dastlab o'zim haqimda so'rashdi. Qaysi universitetga topshirganim, qaysi fakultet, qaysi universitet topshirganim haqida so'rashdi. Undan keyin meni Polshadan atkazim bo'lganligi uchun u haqida so'rashdi. Siz o'sha yerda ozgina hayajonlandingiz? O'sha joyda ozgina hayajon bo'ldi. Nimani noto'g'ri aytdingiz o'sha? Polshada mana bularda haqiqatan ham o'tgan yili Polshada atkaz bo'lgan. Mukamlada Tohirjonni qanaqa bo'lgan ayting endi mana shu Polshada nima atkaz haqida nima so'radi asosan? Nima uchun Polsha vizasidan atkaz olgansiz? Nima uchun atkaz berishgan degan savollar so'rashdi. Siz nima dedingiz? Ya'ni o'sha topshirgan paytim vizadan juda ko'pchilik atkaz olgan studentlar, o'sha ma'lumotni aytdim. Aniq narsa bilmaysiz. Aniq narsa bilmayman. Keyin nima deyishdi shu savoldan keyin elchixona? Bu savoldan keyin boshqa savollarga o'tishdi keyin. O'sha yo'nalish qaysi nimaga shu universitetni tanladingiz degan. Qaysi daraja bo'yicha topshiryapsiz? Bakalavr yoki magistratura deyishdi. Undan keyin elchixonani o'ziga taklif qilishdi. Qo'shimchasiga elchixonaga sizni chaqirishdi. O'sha bakalavr diplomini so'rashdi. Qaranglar, nima bo'ladi agarda sizlar elchixonada Latviya bilan telefon orqali gaplashayotganingizda nimadir shubhali etib qo'ysanglar yoki sizga ishonishmayotgan bo'lsa, sizni 100 suhbatga chaqirishyapti. Oxirgi paytda ko'pchilik talabalarni 100 suhbatga chaqirishyapti. Bu kirgan institutga ham qarab, agar siz R2 ga kirgan bo'lsangiz, TCI ga kirgan bo'lsangiz, yaxshi institutga suhbatga chaqirmasdan ham viza berish mumkin. Yo'q, lekin oddiy institutlar bo'ladigan bo'lsa, R2 Riga Nordic universiteti bular kirgandaqa ular suhbatga chaqirdi. Endi suhbatga chaqirishdan oldin biz yo'q keldik. Biz tayyorlandik, tayyorlandik. Tayyorlanish jarayonlari qiyin bo'ldi. Suhbatdan ham qiyin bo'ldi. Suhbatdan ham qiyin bo'ldi. Qanaqa tayyorlantirgan savollarni tushdimi? Qanaqa savollar berishdi borganingizda? Borganimda bu yerga nisbatan oson savollar berishdi. Men asosan nimaga shu universitetni tanlading, qaysi o'sha bakalavr yoki magistratura so'rashdi. Keyin o'z diplomini so'rashdi. Keyin asosan kim sponsorlik bo'lishi, keyin oiladan nechta farzandligim, shular so'rashdi. Bularning hammasini biz уже tayyorlantirib, suvni siqib tashladik. Shunday. Ancha qiynashmadi elchixonadan keyin. Yo'q, qiynashmadi. Lekin har doim bunaqa bo'lmaydi. Ba'zi paytda suhbatlar 20 minutgacha elchixona o'zida ham cho'ziladi. O'shaning uchun biz yaxshi tayyorlanganimiz uchun talabamizni Tohirjon zo'r oldilar. O'tgan yili atkazlari bor edi. Tohirjon, bizani haqqimizda nima deysiz? Mana siz bilan ishladik 1 yildan beri. Qanaqa uslubimiz yoqdimi sizga? Nima deysiz? Uslublari yoqdi. O'tgan yili Polsha atkazimdan keyin Latviya taklif qilindi. Latviya o'qishi, Latviyaga hech qanaqa uslub olmaydi. Hech qanaqa uslub olinmadi. Shundoqga qilib beramiz. Shundoq qilib berildi hozir. Zo'r. Tabriklaymiz. Tavsiya qilgan bo'larmisiz bizani agentствоni? Albatta, tavsiya qilaman. Sizga omad tilab qolamiz. Ishlaringizga rivoj. Rahmat.